要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You can be beautiful too. You can be beautiful. You can be beautiful too. You can be beautiful. İptidai ormanlıktaki sergüzeşte. Xotin, yerda bir oy turib keldik. Uyda nima ishlar bo'lib ketgandi ha? Hay, Dadi bilan Shodiydan rostla ansirab qoldim jumo. Biz keldik. Şadi. Ne buldunlar? Ay. Ularning mustaqil yashash iqtidori bakli tövenkan. Qanday qilganda ularning mustaqil yashash iqtidorini yuqori ko'targil bo'la. Mustaqil yashash iqtidoringlarni yuqori ko'tarmoqchi bo'lsanglar, ibtidoiy o'rmonliq dala faoliyatiga qatnashinglar. Odam soni cheklik, darhol tizimga oldiringlar. İptidai ormanlık dala faoliyati. İptidai ormanlık dala faoliyatiga tizimlash o'rni mushumi? Shundaq, ibtidoiy o'rmonliq dala faoliyatimiz bolalarning mustaqil yashash iqtidorini yuqori ko'tarib qolmasdan, yana ularning nazar doirasini kengaytirib, nurg'un bilimlarga ega qiladi. Pek yaxshi bo'ldi. Darhol tizimlataylik. Ma'qul. Necha odam? 4. Ikki qizimiz bilan jami 4 odam. Sizlarmi boramsizlar? İkisi yolg'iz bo'lsa xotirjam bo'lolmaymi? Shunga bizmi ular bilan birga boraylik degandik. Apa, bo'ldi, sen jim tur, kiyimlaringni men ratlab beray. Dada. Xotirjam bo'l, yeydigan narsalarni so'mkaga sepib berma. Apa. Sen jim tur, hammani dadang ishimizga topshir. Dadang ishimizning jafota totqinimizni ko'rib, yordam qilgin kelyaptamdi. Sen bek yaxshi-chimi? Apa, undaq emas. Yo'lni to'sib olsang, hojatxonaga qandoq kirman? Hada havo sovuq bo'ladi-ku deyman. Bir necha chuqur kiyimni ortiq elib bering. Yostiqni oldingizmi? Yo'q. Nimadoq beparvolik qilasiz? Yostiq bo'lmasa ular qandoq uxlaydi, qandoq mustaqil yashaydi? Bo'ldi, biz elib olaylik. Dadi, ba. Chen Shadi, ba. Wu Xianhui. Wu Xianhui. Wu Xianhui keldimi? Ba. Chen Weilin. Chen Weilin. Ba. Xotin, bir narsani unutib qolmagandimiz, ha? Bu degan dala faoliyati. Uyni ko'chirib ketibsizlar-ku. Tushib qolmanglar. Bu yerda nurg'un atorliq daraxtlar bor. Shunga dal-daraxtlarni asranglar. Ko'ramagan o'xshamamsiz. To'xtab turing, ha? Endi aniq ko'rgansiz. Bu yerda atorliq daraxtlardan boshqa yana nurg'un omaq kichik hayvonlar bor. Qaranglar, bu faqiraq tiklik maymun nima degan qiziq.
tamaq pişdi. Dadisi, çedirni tikdingizmi? Ha? Yo'q texi. Tez bo'ling, çedirni tikib yetib, kir juysiz texi. Ha, ma'qul. Apa, men jeymi? Ha, bo'ldi. Dadang jusun. Hergiz charchab qolmanglar. Tamaq yeb bo'lgandan keyin mustaqil yashash to'g'riliq dars anglaysizlar. Ma'qul. Ha, turunglar. Chapsan turunglar. Dadi, bo'lmasa kechikib qolibsizlar. Turunglar. Chapsan bo'linglar. Endi nima varang suring bu, ha? Acha, o'zimni uydagidek his qilyapman. Faqatla dala polidek emas. Bu yer bo'lsa ibtidoiy kishilar qurgan kent. Bular necha 100 ming yillik tarixga ega. Bu oshxona, mana bu mehmonxona, avtratiki hojatxona. İbtidai odamlar dal mush yerda hayot kechirgan. Aytishlarga qaraganda bu yerda hozirmi ibtidoi odamlar bor ekan, lekin texi isbotlanmadi. Shunga xotirjam bo'lsanglar bo'ladi. Hanım xotirjam bo'ling, ularni izlashga odam avatdim. Qizlarim sizlar nerede? Yerlik aholilarning deyishicha yaqin atrofda ibtidoiy odamlar boy qilibdi. İbtidoiy odamlar evatdi. Ha, unda qilmaydi. Ularni cho'qib topaman. Acha, biz hozir nerda qo'rqib ketyaptimi? Qo'rqma, men bor. Acha, nim bo'ldi? So'rang paka. Acha, chedirmi shundoq bo'lamda? Ko'zimga kechib ketdi. Anasi beliq tutib pishirib yeyli. Ay. Ay. Acha, qo'zig'im ichib o'lay dedim, yegida hechnim yo'q ekan. Bir necha tal kitob turdi, qaraganda kitobga ajaydigan o'xshaydi. Kitob? Dala palit qo'llanmasa? Acha, nima ovoz bu? Qo'rqyaptimi? Qo'rqma. Acha, yo'g'on bir maqsad kelyapti, yaqin
Şavdi. O yarınıptı. Hacı yıkılmamışsın. Bizni qutqizganingizga rahmat. İsmingiz nima? Hacı buvu, uning ismi buvu. Faaliyet arqılıq Dadi bilan Şavdining mustaqil yashash iqtidori yuqori ko'tarildi. Ha, shu. Ular keng tabiat qo'ynida turmush kechirishga tamoman ko'nikib Apar aniq yegin. Bo'ldi, o'zing yegin. Tattinma. Olimlar ibtidoiy o'rmonlikdan qadimgi insonlar yashagan o'nkirlarni bayqabdi. U yerlarda zo'r miqdordagi qimmatli yodgorliklar, shundaqla insonlar madaniyat tarixining nurg'un isbotlari saqlanib qolgan ekan.可是我并没有半点自卑，因为隔壁都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美？